barchaga men Tibur Usmonov. Mojo Launcher'ga kirgandan keyin Java kirgandan keyin mod qo'shishni hech kim bilmasdi ekan, shuni o'rgatib ketaman. Birinchi shunday qilamiz. 3 burchak knopkani bosamiz. So'ng shu yerdan Optinosga bosamiz. Shulardan video syncers o'zaro English mana shunga bosamiz. Resus Pack ekranni so'yla modlar mana shunday qilib turadi. Undan ustiga bosib mana bunday ham bunday qilib droneni ayirish kerak bo'lsa mana bunday qilasiz va droneni bosasiz. O'zi yangitdan kiradi. Kutamiz. Kirdi oila. Ko'rganday obunalarga bosing. Men endiki videoda eng server ochishni o'rgataman. Mojo Launcher'da serveringizni kirishni o'rgataman. Hayır, sizlar bilan Tigrus bo'ldi. Men videolarim ko'rish uchun obuna bosib qo'ying va videolarim qo'yganimda sizlarga yetib boradi. Hay